Hurmatli o'quvchilar, mana endi o'zgaruvchan tok manbai bilan ham biz magnit hosil qilsak bo'ladi. Bu magnit o'zgaruvchan magnit bo'ladi. Buni ham qutublari, shimoliy va janubiy qutublari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Mana bu bizning tokimiz ham plus va minus tomoni doimiy ravishda o'zgarsa, mana bu magnitimiz ham doimiy o'zgaruvchan magnit bo'lib qoladi. Endi biz hozir mana shu magnit yordamida jismlarni aylantiramiz, harakatlantiramiz. Jismlarni magnit maydon yordamida harakatga keltiryapmiz. Bu o'zgaruvchan tokka ulaganimizda mana shunday o'zgaruvchan magnitni tushunishimiz mumkin bo'ladi. O'zgarmas tok manbaiga ulaydigan bo'lsak, o'zgarmas tok manbai bunday harakatlantirishi qiyin bo'lmaydi. Chunki bunda qutublari doimiyligicha qoladi. Shimoliy shimol tomonda, janubiy janub tomonda bo'ladi.